لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت. Hurlar beriladi. Ularda suyoqlar ko'rib turadi terisidan. Rangi chiroyligidan deydi. Rangi oppoq bo'lar ekan birodarlar. Ko'zlari oxu ko'zlardek bo'ladi deydi. Hurlarda najosat degan narsa bo'lmaydi. Hayz nifos degan narsa bo'lmaydi. Axlat degan narsa bo'lmaydi. Hid yomon xushxud degan narsa bo'lmaydi. Ular doim tayyor bo'ladi va har safar deydi bikir bo'ladi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Qizli holatda bo'ladi deydi. Kishilarni qilgan amallariga qarab Alloh taolo bularni sonini belgilab beradi. Rivoyatlarda keladi, bitta hurga 100 ta sho'ri beriladi deydi. Sho'rilar ham ana shu ayolning o'rnida hojasiga xizmat qiladi. Agar shu sho'rlardan bittasini dunyo osmoniga chiqarib qo'ysa deydi ulamolar, buni chiroyliligidan Alloh shumikin deb sig'ib olish darajasida chiroyli bo'ladi deydi. Huri aynlarda og'zidan bitta so'lagi dengizga tushib ketsa, dengiz suvi shirin bo'lib ketadi deydi. Aqlimiz bovar qilmaydi haqiqatan. Lekin ana shu mukofot, ana shu joy bizni kutib turibdi.